Hasharoti -5gacha ob-havolar tushishini bashorat qilmoqda. Demak, bu holatda hozirda ko'pchilik endi ma'lum preparatlar bilan ishlov berilgan, oldin demak aminokislota bilan ishlov berilgan yoki o'sha kaliy sulfat va kaolin bilan ishlov berilgan maydonlar bor. Bundan tashqari demak hozirgi paytda ayrim joylarda o'sha tutun hosil qilib ma'lum darajada temperaturani tushirish va zararni ozaytirish yo'llari olib borilmoqda. Va hozirgi chiqishim bu haqida emas, balki bundan keyin sovuqdan keyin nima qilishimiz kerakligini to'g'risida bir ma'lumot bermoqchiman. Bu yerda hozir birinchi narsadan boshlasam, hozir juda ko'pchilik ya'ni Dispen yoki Perlan sepish to'g'risida yoki o'sha Hikkip deymiz yoki JA3 sepish bilan ishlov berish bog'larida haqida juda ko'p o'ylamoqda. Lekin bu juda ham hozir shunday holatda o'sha bu narsani ko'rganimdan keyin demak chiqish qilishimga demak shuni qilishim kerak deb demak o'yladim. Bu sababi bu shunaqaki, bunda bu umuman Perlan yoki boshqa preparatlar o'sha bu gormonlar umuman o'sha partnokarping meva, ya'ni urug'siz meva hosil bo'lishiga juda katta yordam beradi, lekin bularda bu faqat gul paytida yordam beradi. Yoki hozir masalan olma ham, nok ham demak gullari yo'q, demak ularga hozirgi paytda mana bu shu holatlarda demak hali g'uch mevalar turibdi, hali gul ochilgani yo'q. Demak bu holatlarda demak bizlarga bu gormonlar bizlarga foyda bermaydi. Demak sovuqdan keyin kerak demak aminokislotalar bor rux, karbamet va kaliy bilan ishlov berishimiz kerak va bir haftada 5 kundan keyin ularni takrorlashimiz kerak. Demak bu holat shunaqaki, bu holatda qilish uchun bilasiz, demak bog'da tekshirib chiqish kerak. Gullarni uzunasi kesib qaralganda demak jigarrang yoki qora bo'lsa, demak bu sovuq ta'sir qilgan bo'ladi. Va o'shanda sovuqni yengillashtirish uchun, ma'lum maqsadda mevalarni ushlab qolish uchun, stressni kamaytirish uchun, ya'ni yana ham kuchli bo'layotgan stressni kamaytirib, umuman hosildorlikdan yo'qotishni oldini olish uchun bu holat qilinadi. Bundan tashqari umuman bu shunaqa narsadan bilishimiz kerakki, bog'dorchilik shunaqa narsaki, bu doim uzoq yillar davomida foydalanadigan narsa emas. Bu o'sha bir yildagi sovuq bo'ldi deb buni umumiy narsalarni hamma narsadan voz kechib shunaqa bo'ladi bizda. Bo'ldi, hosil yo'q ekan bu yil deb hech narsa qilmasdan turish, bu daraxtlarga juda katta stress, kelgusi yilda ham hosilimizni sifatini, umumiy hajmini juda ham katta tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bu e'tiborni to'xtatmasligimiz kerak va to'g'ri, masalan, mevalar kam bo'lish ehtimoli bo'lsa, bu oziqlantirish kamaytirishimiz mumkin. Lekin umumiy holatda mikro makroelementlar va doimiy o'simlik uchun kerak bo'lgan, zarur bo'lgan ozuqalar umuman shu elementlar va plus hasharotlar, kasalliklarga albatta biz qarshi kurashishimiz kerak. Va o'sha uchun demak bu narsalar juda ham muhim, biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Undan tashqari hozirda demak bizlar sovuq bo'lgandan keyin demak birdan sovuq bo'ladi, demak to'qimalar umuman po'stoq to'qimalari zaiflashgandan keyin bular yorilishi mumkin. O'sha quruq bo'ladi, sovuq ta'sir yorilishi mumkin va juda ham kichkina bo'lishi mumkin, balki ko'zga ko'rinmas holda bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa holatlarda juda ko'p, masalan, daraxtlar uchun juda ham xavfli holat. Bu demak holatda nima qilishimiz kerak? Umuman bu holatda demak zamburug'li va bakterial kasalliklar to'g'ridan-to'g'ri birdan ochilib qoladi, demak himoya qatlam to'liq yo'qoladi, to'liq birdan zarar beradi.
Bu bunda demak olmalarda yoki noklarda uchraydigan Irvin amilora kasalligi umuman ko'p uchraydigan kasalligi. Bunda juda zaif bo'lishi mumkin, lekin pseudomonas deb nomlangan bakterial rak kasalligi, ya'ni bakterial kuyish bilan adashtirmang buni. Bakterial rak kasalligi bu holatda bu pseudomonas bakteriyasi juda ham faol bo'ladi va shu sovuqdan keyin juda ham kuchli zarar beradi. Bu o'sha bog'larda ko'rib kelyapmiz. Demak, bog'lar zarar bergan bog'lar bor. Balki shu yerda men videolarni rasmlar yoki videolarni qo'yib ketishim mumkin. O'shandan siz bilishingiz kerakki, demak, bunga juda ham tezlik bilan ishlov berishimiz kerak va oldini olishimiz kerak. Juda ham zarur biz uchun. Demak, buning uchun nima qilamiz? Hozir juda ko'p gaplar bor. Ularni to'liq maqola holda o'sha Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimdan to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Va bu yerda demak, bu holatda birinchi qiladigan ishimiz, demak, misli preparatlar. Ularda ham hozir men yana o'sha kimdir topilmay boshqa qilmashi mumkin. Shu uchun har xil preparatlarni qo'yishga harakat qildim. Demak, misli preparatlar har xil turi bo'lishi mumkin, dozalar har xil bo'ladi. Foizlarga qarab, o'sha metalni foizga qarab, demak, 1 tonna suv uchun hammasi hisoblanadi. Bular dozalar faqat har xil bo'ladi. Shunga e'tibor oling. 1 tonna suv qilsak, osonroq bizlar hisob qilamiz. Demak, 1 tonna suv, 2 tonna suv, o'sha bitta bochka bizga osonroq bo'ladi. Balki siz bog'ingizga o'sha 1 tonna suv balki 1 gektarga yetishi mumkin, 1 gektar 20 so'm, 1,5 gektarga yetishi mumkin. Turli cho'miltirish kerak va o'shanda sizga samarali holatda bo'ladi. Va bunda xuddi o'sha, demak, misli preparatlar undan keyin qo'shiladiganimiz, demak, bu pseudomonas uchun juda samarali. Keyin sistemli preparat bundan keyin topshiriq bo'lishi mumkin yoki privet skor bo'lishi mumkin. Tafranat metil, difenakazol bo'lishi mumkin. Bular dozalari ham bor. Undan keyin kontaktli preparatlar sifatida qo'llash mumkin. Kaptan, Zeram va Mankazeb qo'llash mumkin. Va bu narsa butun bog'lar uchun, ham danakli, ham urug'li bog'lar uchun hammasiga juda ham muhim hisoblanadi. Bularni bu ishlovlar bilan bizlar kasalliklardan himoya qilishimiz mumkin. Bularga qo'shimcha sifatida aytishim kerak, kaliy sulfat bilan, ya'ni karbonat qo'shib ketish samarali bo'ladi, chunki shu paytda o'sish uchun juda kuchli azot kerak va bu yerda o'sha shakar miqdorini ko'paytirish uchun kaliy sulfat juda muhim hisoblanadi. Va undan keyin keyingi holatlarimizda, demak, qo'llaydigan preparatlarimiz, demak, sovuq, umuman olma va noklar hozir gullamaganligi uchun bularga qo'llaymiz. Barcha ma'lumotlarni to'liq Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Shu to'liq shunda olishingiz mumkin. Barcha o'sha dehqonlar uchun bu bir sinovli yil hisoblanyapti. Demak, men o'ylaymanki, bu ayrim holatlarda men kuzatishim, yillar davomida kuzatishim natijasida bu stress, umuman bu shunaqa holatlar, demak, sovuq urish holatlari, demak, 3 yildan 5 yilgacha yilda takrorlanish ehtimoli bor. Shularga ham juda qattiq ta'sir, o'sha, demak, kurashishimiz kerak va buni uzaytirish yo'llarini ham ko'rishimiz kerak. Biz, demak, gullashni uzaytirish yo'llarini ko'rishimiz kerak. Bunda payvantak bo'lishi mumkin, preparatlar bo'lishi mumkin, har xil moddalar bilan ishlov berish mumkin. Bunda, demak, sizlarga aytib ketishim kerak. Buning uchun, demak, shaftollarda yordam beradi J3, ya'ni avgust oyida sepishingiz bir hafta kechiktirib gullashga yordam beradi. Undan tashqari ma'lum bog'larda, demak, itifon qo'llash katta yordam beradi. Undan tashqari, demak, bahorda, qishda o'rtalab, masalan, o'sha may, yanvar oylarida va issiq bo'lgan yanvar oylari holatlarda, demak, bizlar kaolin 1 tonna suvga, demak, 50 kilogramdan 75 kilogram holatda sepishimiz bu bizlarga o'sha ma'lum o'sha nurlarni qaytarib gullashni yoki rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Bu ham bizlarga ma'lum holatlarda yordam beradi. Ya'ni bu qayta issiq, yana o'sha sovuq oqimlar qaytishi mumkin. O'sha
qaytishidan oldini olish ehtimollari bor. Demak, bu holatlarga bu o'ylayman har bir dehqonlarda bu holat demak kuzatilyapti. Hozir bizlarda janubiy iqlimlar, janubiy tomonlarda demak Surxondaryoda yoki vodiy tomonlarda kamroq zarar bo'ladi. Navoiy, Buxoro, Qoraqalpog'iston, Xorazm, bu tomon Toshkentda ham ayrim joylarda juda kuchli sezilishi mumkin sovuq, ya'ni sovuq zarari. Va Samarqandda o'rtacha, misol uchun deylik, Toshkent tomonlarda 5-6-7 gradus balki sovuq bo'lishi mumkin. Samarqandda 4-5 gradus o'rtacha. Va ularda hozir Surxondaryoni ko'ryapmiz. Demak, Surxondaryoda yomg'ir yog'yapti va holat +1 gradus tushishi mumkin. Vodiy tomonlarda ham -1 gradusga tushishi mumkin. Demak, bu holatlarda juda ko'p mintaqalarga qarab, demak, zararlanish turlari yoki zararlanish hajmi har xil bo'lishi mumkin. O'sha uchun bu demak ko'p dehqonlarimiz aytladiki, ya'ni elga kelgan to'y deyiladi. Bu hammada shunaqa holat bo'lyapti. Bu faqat sizni bog'ingizda emas. Buning uchun qanaqadir kimdirni aybdor qilish, kimdir shunaqa qilib qilmadi, bunaqa qilmadi demish. Bu hammasi aytiladigan narsalar. Masalan, ko'p aytish mumkin, masalan, chiqib hammamiz masalan men ham aytib 100% degan narsa yo'q. Masalan, sovuqda hali unaqa narsa yo'q. 100% qutqarib qoladigan, to'g'ri. Ayrim holatlarda ustini ham yopilyapti, usti yopiladi. Unda to'g'ri, balki ustini maxsus hozirgi chiqqan matolar bilan yopish juda katta holatlarni olish mumkin yoki o'sha issiqxonalarda yetishtirish mevalarni. Lekin bu hozir aytadigan hammasi bu sovuqni ma'lum darajada tushirish uchun. Ya'ni sizga gullagan paytda sovuq zarar bo'lgan holatlarda hamki, masalan, olma gullaganda ham sovuq zarar bo'lganda agar, demak, perlan yoki o'sha dispena, Ga4+7 va benzodininlar, bular sitokin va oksinlar, bular ham 20-25% holatda yordam berishi mumkin va bunda ham juda sifatli meva bo'lib ketadi degan narsa emas. Ma'lum mevalarda sifat baribir miqdori tushadi. Endi mevalar saqlab qolish mumkin degan maqsadda bu qo'yilayotgan hamma narsalar. Bu degani siz o'sha shuni qildingiz 100% bu samara bo'ldi degan narsa emas. Shularga juda ham katta e'tibor bersak, bizlar uchun juda yaxshi bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Demak, foydali ma'lumotlarni inshaalloh ulashishda davom etamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, agar siz uchun foydali degan bo'lsangiz, like yoki kommentariyada bir fikrlarni bildirsangiz, bizlar uchun juda katta motivatsiya bo'ladi va yangi videolar yana ilmlashimizga bizga juda katta turtki bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Demak, bu videolarni chiqarishimning sababi shunaqa bo'ldiki, bunda juda ko'pchilik, masalan, deylik, hozir demak bo'ldi, olmaga o'sha perlan aytilgan ekan, dispena aytilgan ekan deb buni sotib olib, qanaqadir juda qimmat preparatlarda, ular arzon preparat emas. O'sha 1 litrgacha yoki 2 litrgacha qo'llash mumkin. Bu juda qimmat preparat bo'lgani uchun shuni olib dehqonlar hozir ham iqtisodiy zarar ko'rishi ham mumkin. Shuni o'ylagan holatda men o'sha videoni chiqarishga harakat qildim. Bu kimnidir nima deydi, tavsiyalarga bu qarshi emas, lekin bu hamma balki o'sha tavsiyalarni berganda faqat gulni hisobga olish bo'lishi mumkin. Hozir demak olmalarda nimalarda gul ko'rinmayapti. Hozir gullash payti arafasida turibdi. O'sha uchun bu videolarni to'liq chiqarishga men chiqarishim kerak deb hisoblayman, chunki bu holatda juda ko'p dehqonlarimiz bu narsalarni sotib olib, ayniqsa nafaqat hozir mevani o'sha muzlashdan zarar, lekin iqtisodiy zararga ham qo'shimcha iqtisodiy zarar kirib ketishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida bu videolar to'liq chiqarildi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.